Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomiz aynan siz hurmatli 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun agar siz hozirda nafaqada bo'lsangiz yoki tez orada bu yoshga yetayotgan bo'lsangiz. Demak, bugun men sizga aytadigan ma'lumotni diqqat bilan tinglashingiz shart. Bu shunchaki bir tavsiya emas. Balki sizning huquqlaringiz va imkoniyatlaringizni to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beradigan. Sizning kundalik hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan juda muhim bir murojaatdir. Men bugun sizga aynan qaysi hujjat haqida gapirishimni va uni qanday qilib darhol rasmiylashtirishingiz kerakligini birma-bir tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Sizning har biringiz bu ma'lumotdan boxabar bo'lishingiz juda muhim. Aziz do'stlar, keling. Avvalo muammoning ildiziga chuqurroq nazar tashlaylik. Yaqin vaqtgacha keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun turli xil imtiyozlar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari alohida tartibda amalga oshirilar edi. Masalan, jamoat transportida imtiyoz olish uchun alohida hujjat kerak bo'lardi. Dorixonadan chegirma olish uchun yana boshqa bir hujjatni taqdim etish talab qilinardi. Tibbiy xizmatlardan foydalanishda ham o'ziga xos tartib-qoidalar mavjud edi. Bu albatta keksa yoshdagi insonlarimiz uchun ko'plab qiyinchiliklar tug'dirardi. Har bir imtiyozni olish uchun turli idoralarga murojaat qilish, ko'p vaqt va kuch sarflash, ba'zan esa byurokratik to'siqlarga duch kelish holatlari tez uchrab turardi. Aytaylik, bir nafaqaxo'r bobomiz shahardagi shifoxonaga borib tekshiruvdan o'tish kerak bo'lsa, u avval tibbiy poliklinikadan yo'llanma olishi, keyin jamoat transportida imtiyozli yurish uchun eski guvohnomasini ko'rsatishi, undan so'ng dorixonada muayyan dori vositalariga chegirma olish uchun yana boshqa bir qog'ozni taqdim etishi shart edi. Bu jarayon juda murakkab va vaqt talab qiladigan bo'lib, ko'pchilikni charchatardi. Ba'zilar esa aynan shu qiyinchiliklar sababli o'zlariga tegishli bo'lgan ombabli imtiyozlardan to'liq foydalana olmay qolishardi. Eski tizimda imtiyozlar tarqoq holda taqdim etilgani sababli umumiy nazorat va hisob-kitob qilish ham qiyin edi. Davlat tomonidan ajratilgan mablag'lar qanchalik samarali ishlatilayotgani yoki qaysi sohalarda qo'shimcha yordam kerakligi haqidagi aniq ma'lumotlarni yig'ib murakkablashlardi. Bu esa o'z navbatida ijtimoiy siyosatni yanada takomillashtirishga to'sqinlik qilar edi. Aynan shu muammolarni bartaraf etish, keksa yoshdagi fuqarolarimizning hayotni sezilar darajada yengillashtirish va ularga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida mamlakatimizda juda katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgargan. Davlatimiz tomonidan keksa avlod vakillariga qulaylik yaratish maqsadida barcha imtiyozlarni bitta tizimga birlashtiruvchi yangi zamonaviy va noyob hujjat joriy etildi. Bu hujjat ijtimoiy himoya rag'amli kartasi deb nomlanadi. Esingizda tuting, ijtimoiy himoya rag'amli kartasi. Bu shunchaki bir plastik karta emas, balki sizning barcha imtiyozlaringizni davlat tomonidan kafolatlangan qo'llab-quvvatlash choralarini o'zida mujassam etgan yagona universal kalitdir. Ya'ni endilikda sizga ko'plab turli xil guvohnomalar, ma'lumotnomalar va qog'ozlarni o'zingiz bilan olib yurishning mutlaq hojati yo'q. Faqatgina bitta ijtimoiy himoya rag'amli kartasi bilan sizga taqdim etiladigan barcha imtiyozlardan to'liq va hech qanday ortiqcha ovoragarchiliklarsiz foydalana olasiz. Bu karta nafaqat nafaqaxo'rlarning hayotini soddalashtiradi, balki ularga ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifatini va tezligini ham oshiradi. Bu tizim zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan bo'lib, ma'lumotlar almashinuvi markazlashgan holda bir zumda amalga oshiriladi. Shu sababli ham bugungi videomizning asosiy mavzusi aynan shu karta va uni qanday qilib imkon qadar tezroq rasmiylashtirish kerakligi haqida. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu ijtimoiy himoya rag'amli kartasi nimalarni ta'minlaydi va kimlar aynan uni olishi shart? Avvalo ta'kidlash joizki, bu karta 65 yoshdan oshgan barcha O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga tegishli. Ya'ni agar siz 65 yoshga to'lgan bo'lsangiz, siz ushbu kartani olish huquqiga egasiz va uni rasmiylashtirishingiz juda muhim. Bu karta sizga davlat tomonidan taqdim etiladigan juda ko'p imtiyozlarga yagona kirish nuqtasini ochib beradi. Birinchi va eng muhim imtiyozlardan biri bu nafaqa ta'minotiga qo'shimchalar bilan bog'liq. Hukumatimiz tomonidan belgilangan ba'zi nafaqa turlariga aynan shu karta egalari uchun maxsus qo'shimcha mablag'lar ajratilmoqda. Bu degani, agar sizda bu karta bo'lmasa, siz ushbu qo'shimcha to'lovlarni olish imkoniyatini qo'ldan boy berasiz.
Tasavvur qiling, 2 nafar tengdosh bir xil miqdorda nafaqa oladigan keksa amakilar mavjud. Ulardan biri ijtimoiy himoya raqamli kartasini rasmiylashtirgan bo'lsa, ikkinchisi e'tiborsizlik qilib yoki xabar topmagani uchun uni olmagan. Birinchi amaki har oyda o'zining asosiy nafaqasiga qo'shimcha ravishda, masalan, 50.000 so'm yoki 100.000 so'm miqdorida maxsus to'lov oladi. Bu mablag' uning kommunal to'lovlari uchun yordam bo'lishi mumkin yoki dori-darmon xarajatlarini qoplashga yordam berishi mumkin. Ikkinchi amaki esa, afsuski, bu qo'shimcha imtiyozdan mahrum bo'ladi. Chunki u IXRga ega emas. Bu har oyda uning oilaviy byudjetidan bir muncha mablag'ni o'g'irlaydi desak xato bo'lmaydi. Yil davomida hisoblasak, bu ancha katta summani tashkil qiladi. Misol uchun, har oyda 100.000 so'm qo'shimcha bo'lsa, bir yilda bu 1.200.000 so'm deganidir. Bu mablag' bilan qish uchun o'tin yoki ko'mir xarid qilish mumkin yoki o'z sog'ligini tiklash uchun foydalaniladigan dori-darmonlarga sarflanishi mumkin. Bu juda muhim farq. Ikkinchidan, jamoat transportida katta imtiyozlar taqdim etiladi. Avvallari keksa yoshdagi insonlarimiz uchun shahar transportida ma'lum bir imtiyozlar mavjud edi. Lekin endi bu karta bilan ular sezilarli darajada kengaytirilmoqda va avtomatlashtirilmoqda. IXRK egalari shahardagi avtobuslar va metrolardan foydalanishda, masalan, Exinmezgacha chegirmaga ega bo'lishlari mumkin. Ba'zi hududlarda esa mutlaq bepul foydalanish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilmoqda. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi muhtaram xola bor. U har kuni bozorga borish uchun avtobusdan foydalanadi, nabiralarini ko'rgani boradi, shifoxonaga qatnaydi. Agar muhtaram xola IXRga ega bo'lsa, u har bir safarida aytaylik 2.000 so'mlik yo'l haqining yarmini, ya'ni 1.000 so'mini to'laydi. Bir oyda u o'rtacha 30 marta transportdan foydalansa, uning oylik xarajati 60.000 so'mdan 30.000 so'mga tushadi. Bu esa har oyda 30.000 so'm tejash degani. Yiliga bu 306.000 so'm tejashga teng. Bundan tashqari temir yo'l transporti uchun ham maxsus chegirmalar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, yilga bir marta shahararo poyezdlarda 25% chegirma bilan sayohat qilish imkoniyati. Buni ayniqsa viloyatlarda yashovchi bolalari yoki qarindoshlari boshqa shaharlarda yashaydigan keksa fuqarolarimiz uchun juda katta qulaylik sifatida baholash mumkin. Ular o'z oila a'zolarini ko'rgani bo'lish uchun safar xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Uchinchidan, tibbiyot va dorixona xizmatlarida ham IXRK katta yordam beradi. Sog'lik bu keksa yoshdagi insonlar uchun eng muhim boylikdir. IXRK egalari uchun hamkor dorixonalarda ayrim dori-darmon vositalariga, masalan, Exinmezgacha chegirmalar taqdim etiladi. Bundan tashqari, davlat poliklinikalarida yoki tibbiyot muassasalarida profilaktik tekshiruvlar, ba'zi tahlillar bepul yoki imtiyozli narxlarda amalga oshirilishi mumkin. O'ylab ko'ring. Agar siz har oyda ma'lum bir dori vositalarini doimiy ravishda qabul qilishingiz kerak bo'lsa, aytaylik qon bosimini tushiruvchi yoki qandli diabetga qarshi dori vositalariga oyiga 1,7 million so'm sarflaysiz. Agar siz IXRga ega bo'lsangiz va bu dorixona hamkor tashkilotlar ro'yxatiga kirsa, siz Egin-Barneza chegirma bilan 3.000 so'm tejaysiz. Bu degani, bir yilda siz 306.000 so'm dori-darmon xarajatlaridan tejaysiz. Bu mablag' esa sizning boshqa ehtiyojlaringizni qondirishga yoki oilangizga yordam berishga xizmat qiladi. Tibbiy tekshiruvlar borasida esa yoshi katta kishilarning har yarim yilda yoki yilda bir marta umumiy tekshiruvdan o'tishi nihoyatda muhim. Bu orqali turli kasalliklarning oldini olish yoki ularni dastlabki bosqichda aniqlash mumkin. IXRK bu jarayonni osonlashtiradi va moliyaviy yukni kamaytiradi. To'rtinchidan, kommunal to'lovlar uchun ham qisman subsidiyalar va imtiyozlar ko'zda tutilgan. Bu karta ma'lum bir iste'mol me'yorlari doirasida elektr energiyasi, tabiiy gaz yoki suv ta'minoti uchun kichik foizli chegirmalar taqdim etishi mumkin. Masalan, qishloqda yashovchi bir keksa otaxonning elektr energiyasi sarf standart me'yoridan oshmasa, unga oyiga aytaylik 5-10 ming chegirma beriladi. Bu ayniqsa isitish mavsumida juda sezilarli yordam bo'ladi. Oyiga 1.000 so'mlik elektr to'lovining mexi, bu 10.000 so'm. Yiliga 1.20 so'm tejash degani. Bu mablag' hech kimga ortiqchalik qilmaydi. Ayniqsa nafaqaxo'rlarimiz uchun. 5-dan, ijtimoiy va madaniy dasturlarga kirish. IXRK egalari uchun maxsus tashkil etilgan bepul madaniy tadbirlar, masalan, teatr spektakllari, konsertlar, muzeylarga kirish, kutubxona xizmatlaridan
foydalanishda imtiyozlar joriy etilishi rejalashtirilgan. Bu keksa yoshdagi insonlarimizning faol ijtimoiy hayotini qo'llab-quvvatlash, ularning madaniy hordiq chiqarishiga imkon yaratishga qaratilgan. Misol uchun, shahar hokimligi tomonidan keksa yoshdagi fuqarolar uchun tashkil etilgan bepul ekskursiyalarga yoki yangi qo'yilgan spektakllarga chiptalarni AHRK orqali bepul olish mumkin bo'ladi. Bu ularning hayotini yanada mazmunli va qiziqarli qilishga xizmat qiladi. Kimlarga tashvishlanish shart emas. Agar siz hali 65 yoshga to'lmagan bo'lsangiz yoki siz O'zbekiston fuqarosi bo'lmasangiz yoki sizning nafaqa ta'minotingiz bo'yicha hech qanday murojaatlaringiz yo'q bo'lsa, sizga hozircha bu karta kerak emas. Lekin yosh chegarasiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, hozirdan ushbu masala bilan qiziqib qo'yishingizni maslahat beraman. Esda tuting, bu karta aynan 65 yoshdan oshgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan. Aziz tomoshabinlar, hozirgi kunda ijtimoiy himoya raqamli kartasini olish jarayonida duch kelinishi mumkin bo'lgan ayrim istisnolarni, kutilmagan jihatlarni va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozik nuqtalarni muhokama qilamiz. Bu ma'lumotlar sizga kartani muammosiz rasmiylashtirishda va undan to'g'ri foydalanishda yordam beradi. Birinchi istisno va nozik nuqta. Ba'zi fuqarolarimizda ilgari olingan turli imtiyozli guvohnomalar yoki pensiya guvohnomalarining eski namunasi mavjud bo'lishi mumkin. Aytaylik, sizda jamoat transportida imtiyoz beradigan faxriy fuqaro guvohnomasi bor edi. Savol tug'iladi. U bilan birga ijtimoiy himoya raqamli kartasi ham kerakmi? Javob ha, albatta kerak. Eski guvohnomalar bosqichma-bosqich o'z kuchini yo'qotmoqda va kelajakda barcha imtiyozlar faqatgina AHRK orqali amalga oshiriladi. Shu sababli eski guvohnomalaringizning amal qilish muddati tugashini kutmasdan hoziroq AHRKni rasmiylashtirishingiz shart. Misol uchun, agar sizning eski guvohnomangiz 2025 yil oxirigacha amal qilsa ham, siz 2024 yilning o'zidayoq AHRKni olishingiz kerak. Chunki yangi joriy etilgan qo'shimcha nafaqa to'lovlari, dori-darmon uchun yug'ori chegirmalar kabi eng yangi imtiyozlar faqatgina AHRK egalariga taqdim etiladi. Eski guvohnoma sizga faqatgina eski, cheklangan imtiyozlarni beradi. Shu sababli eskisiga suyanib qolish mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi muhim jihat, uyda yolg'iz yashovchi yoki kasalligi tufayli tashqariga chiqa olmaydigan keksa fuqarolarimiz uchun qanday yo'l tutiladi? Bu juda jiddiy masala. Chunki keksa yoshdagi ko'plab insonlar jismoniy jihatdan cheklangan imkoniyatlarga ega bo'lishlari mumkin. Davlatimiz bu holatni ham inobatga olgan. Bunday holatlarda yaqin qarindoshlar yoki qonuniy vakillar ishonchnoma asosida murojaat qilib, AHRKni rasmiylashtirishlari mumkin. Ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo'lishi kerak. Shuningdek, ayrim hududlarda mahalla fuqarolar yig'inlari va ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlari xodimlari ko'ngillilar bilan hamkorlikda yordamga muhtoj keksa fuqarolarning uylariga borib, ularning hujjatlarini qabul qilish va kartani rasmiylashtirishda amaliy yordam ko'rsatmoqda. Bu xizmatning mavjudligini o'z mahallangizdagi mahalla raisi yoki hokim yordamchisidan so'rashingiz mumkin. Tasavvur qiling, taqsimon yoshli Gulnora momo yolg'iz yashaydi va oyog'i og'riganligi sababli pension fondiga borishga qiynaladi. Uning nabirasi notarial tasdiqlangan ishonchnoma bilan momosining pasporti va boshqa kerakli hujjatlarni olib murojaat qilishi mumkin. Bu Gulnora momoning o'z uyidan chiqmagan holda imtiyozlardan foydalanishga imkon yaratadi. Uchinchi pitfall, tuzoq va e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'lgan noanji firibgarlik xavfi. Yangi imtiyozlar joriy qilinganda har doim firibgarlar ham faollashadi. Sizga telefon orqali ijtimoiy himoya kartasini rasmiylashtirish uchun bank karta raqamingizni yoki maxfiy kodlaringizni ayting deb murojaat qiluvchilar chiqishi mumkin. Esda tuting. Davlat tashkilotlari hech qachon telefon orqali sizdan bank karta raqamlaringizni, maxfiy pin kodlaringizni yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroqlar bo'lsa, ularga mutlaqo ishonmang va darhol telefonni qo'ying. Hujjat rasmiylashtirish faqatgina rasmiy idoralarda shaxsan o'zingizning ishtirokingizda yoki ishonchnoma asosida amalga oshiriladi. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. 4-chi nozik jihat, raqamli savodxonlik darajasi. Ko'pni keksa fuqarolarimiz uchun smartfonlar, internet va raqamli xizmatlar hali ham yangilik bo'lishi mumkin. AHRK raqamli karta bo'lsa ham, u faqatgina mobil ilova orqali ishlaydi degani emas. Kartaning o'zi jismoniy plastik karta shaklida beriladi va undan an'anaviy usullarda
terminalga qo'yish, ID raqamini aytish, foydalanish mumkin. Shuningdek, agar sizda smartfon yoki internetga kirish imkoniyati bo'lmasa ham, sizga e-Harkak orqali xizmat ko'rsatadigan har bir nuqtada, masalan, dorixonalar, poliklinikalar, banklar, maxsus mutaxassislar yoki xodimlar mavjud bo'lib, ular sizga kartangizdan foydalanishda yordam berishadi. Ya'ni raqamli texnologiyalardan bexabarlik bu kartani olishga yoki undan foydalanishga to'siq bo'la olmaydi. Agar siz raqamli texnologiyalar bilan ishlashga qiynalsangiz, albatta o'zingizning farzandingizdan, nabirangizdan yoki mahalla faollaridan yordam so'rang. Ular sizga MyGov uz portali orqali onlayn ariza topshirishda ham ko'maklashishi mumkin. 5-nuanca. Chegaralangan hududlar yoki xorijda yashovchi fuqarolarimiz uchun, agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, lekin vaqtinchalik chet elda yashayotgan bo'lsangiz, siz ham ahirk olish huquqiga egasiz. Bunday holatlarda O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari yoki konsulliklari orqali murojaat qilish imkoniyatlari mavjud. Ular sizning arizangizni qabul qilib, kerakli idoralarga yuborishda vositachilik qilishi mumkin. Bu jarayon biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin, ammo huquqingizni amalga oshirishga to'siq bo'lmaydi. Chekka qishloq joylarda yashovchi fuqarolar uchun esa tuman markazlarida joylashgan pension fondi bo'limlari yoki xalq qabulxonalari eng qulay murojaat nuqtasi hisoblanadi. Ba'zi joylarda hatto sayyor xizmatlar ham tashkil etilib, xodimlar joylarga chiqib, aholidan arizalarni qabul qilishmoqda. Shu sababli bu istisnolar nozik jihatlarni inobatga olgan holda harakat qilsangiz, ijtimoiy himoya raqamli kartasini rasmiylashtirish va undan to'liq foydalanish jarayoni siz uchun ancha yengil bo'ladi. Hech qanday shubha yoki savollaringiz bo'lsa, rasmiy manbalarga murojaat qilishdan tortinmang. Endi esa eng muhim amaliy maslahatlar qismiga o'tamiz. Ijtimoiy himoya raqamli kartasini qanday qilib bosqichma-bosqich rasmiylashtirish kerak? Bu jarayon siz o'ylagandan ham osonroq va tezroq amalga oshiriladi. Birinchi qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizda bir nechta variant mavjud. 1. Mahalla fuqarolar yig'inlari, mahalla guzari. Sizning yashash joyingizdagi mahalla qo'mitasi bu borada birinchi axborot manbai va ko'mak markazi bo'lishi mumkin. Ko'pgina hollarda mahalla faollari sizga qanday hujjatlar kerakligini tushuntirib berishadi va hatto ariza to'ldirishda yordam berishadi. Ba'zi mahallalarda esa ijtimoiy himoya agentligi xodimlari ma'lum kunlarda qabul tashkil etib, arizalarni joyida qabul qiladilar. 2. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari. Har bir tuman va shaharda pensiya jamg'armasining o'z bo'limi mavjud. Aynan shu yerda sizning nafaqangiz bilan bog'liq barcha masalalar hal qilinadi. Siz bevosita ushbu bo'limlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bu eng ishonchli va to'g'ri yo'l hisoblanadi. 3. Davlat xizmatlari markazlari, yagona darcha markazlari. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini bir joyda taqdim etadi va e-Hajrakni rasmiylashtirish ham ularning xizmat ko'rsatish ro'yxatiga kiritilgan. Bu markazlar odatda qulay joylashgan bo'lib, fuqarolarga xizmat ko'rsatish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. U yerda navbat olish tizimlari mavjud bo'lib, siz uzoq kutib qolmaysiz. 4. MyGov yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati va kompyuter yoki smartfon bilan ishlash ko'nikmasi mavjud bo'lsa, siz arizani to'liq onlayn tarzda MyGov portali orqali ham topshirishingiz mumkin. Bu eng tez va qulay usul hisoblanadi. Chunki uyingizdan chiqmasdan turib barcha ishlarni hal qila olasiz. Agar o'zingiz bajarishga qiynalsangiz, farzandingizdan yoki nabirangizdan yordam so'rang. Ikkinchi qadam. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? E-Harkni rasmiylashtirish uchun sizga asosan quyidagi hujjatlar talab etiladi. 1. Fuqarolik pasporti yoki ID karta. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat hisoblanadi. Asl nusxasi va nusxasi kerak bo'lishi mumkin. 2. Pensiya guvohnomasi. Sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Uning ham asli va nusxasi talab qilinadi. 3 raqamli fotosurat. Odatda ariza topshirish jarayonida joyda fotosuratga olishadi. Lekin sizning ehtiyotingiz uchun 3x4 SMM o'lchamli rangli fotosuratdan 2 dona olib borishingiz maqsadga muvofiq. Ba'zi joylarda u kerak bo'lmasligi mumkin, lekin tayyor turgan yaxshi. 4. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma, propiska. Garchi pasportda propiska qayd etilgan bo'lsa ham, ba'zida yashash joyingiz haqida qo'shimcha ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Buni ma'lumot qo'mitasidan olish mumkin. 5. Bank rekvizitlari. Agar siz nafaqangizni bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, bank kartangizning rekvizitlari, ya'ni hisob raqamingiz IBAN va bank nomi kerak bo'lishi mumkin.
Bu ayniqsa kelajakda A harf orqali nafaqa qo'shimchalarini to'g'ridan-to'g'ri olish uchun muhim. 3-qadam arizani qanday to'ldirish va topshirish? Tanlagan murojaat nuqtangizda pension jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi bo'lib, u yerdagi xodimlarga ijtimoiy himoya raqamli kartasini olish niyatida ekanligingizni ayting. Ular sizga maxsus ariza blankasi taqdim etishadi. Bu blankani to'g'ri va aniq to'ldirishingiz kerak odatda. Arizada quyidagi ma'lumotlar so'raladi. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana va joyi, pasport ma'lumotlari, seriyasi, raqami, kim tomonidan va qachon berilgan, yashash joyi, manzili, aloqa telefon raqami agar mavjud bo'lsa, pensiya guvohnomasining raqami va berilgan sanasi. Agar ariza to'ldirishda qiyinchilikka duch kelsangiz, hech ikkilanmasdan xodimdan yordam so'rang. Ular sizga har tomonlama ko'maklashishlari shart. Barcha ma'lumotlarni kiritganingizdan so'ng blankani imzolaysiz va kerakli hujjatlar bilan birga topshirasiz. Hujjatlaringizning qabul qilinganligi to'g'risida sizga maxsus kvitansiya yoki ma'lumotnoma berishadi. Uni saqlab qo'yishingiz shart. Bu sizning murojaatingiz tasdig'i hisoblanadi. 4-qadam. Jarayonning davomiyligi va kartani olish. Ariza topshirilgandan so'ng sizning ma'lumotlaringiz tekshiriladi va karta tayyorlash jarayoni boshlanadi. Odatda bu jarayon 10 ish kunidan 25 ish kunigacha davom etishi mumkin. Kartangiz tayyor bo'lgandan so'ng sizga SMS xabarnoma orqali yoki telefon orqali xabar berilishi mumkin. Shundan so'ng siz murojaat qilgan idoraga borib, shaxsiy pasportingizni ko'rsatgan holda I harfini qabul qilib olasiz. Kartani olganda uning to'g'ri ishlashini, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganligini tekshirib olishni unutmang. Agar biron bir xato bo'lsa, darhol shu yerning o'zida xodimlarga murojaat qiling. Kartani olgandan so'ng uni ehtiyot qiling, chunki u sizning barcha muhim imtiyozlaringizni o'zida saqlaydi. Kartani yo'qotib qo'ygan taqdiringizda darhol murojaat qilgan idoraga xabar bering. Ular sizga kartani bloklash va yangisini rasmiylashtirishda yordam berishadi. Aziz tomoshabinlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Men sizga ijtimoiy himoya raqamli kartasi qanchalik muhim ekanligini, u sizga qanday imtiyozlar taqdim etishini va uni qanday qilib qiyinchiliksiz rasmiylashtirish mumkinligini batafsil tushuntirib berishga harakat qildim. Esda tuting, bu shunchaki bir hujjat emas. Balki sizning hayotingizni yengillashtirish, qiyinchiliklaringizni kamaytirish va sizga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikni amaliy jihatdan his qilish imkoniyatidir. Bu kartani rasmiylashtirishni aslo kechiktirmang. Chunki har bir kun sizni muhim imtiyozlardan mahrum etishi mumkin. Har bir nafaqaxo'r, har bir 65 yoshdan oshgan fuqaro o'zining qonuniy huquqlaridan to'liq foydalana olishi shart. Agar sizda hali ham savollar tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar ularga javob berishga harakat qilaman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va do'stlaringiz, yaqinlaringizga, ayniqsa keksa yoshdagi qarindoshlaringizga ulashing. Zero, bu ma'lumot kimningdir hayotini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.